Assalomu alaykum Murod aka. Bugungi Bigan kompaniyasi haqida qisqacha intervyu qilsak. Va alaykum assalom. Murod aka, Bigan kompaniyasi o'zi qachon tashkil topgan va nima uchun aynan Bigan? Bigan kompaniyasi 2018-yilda tashkil topgan. Bigan so'zining ma'nosi big, katta, and chumoli. Ya'ni o'zini bo'yniga katta mas'uliyatni olishga ishongani uchun shu nom berilgan. Murod aka, Bigan kompaniyasi shu kungacha qanaqa yirik loyihalar va kompaniyalar bilan ishlagan? Bigan kompaniyasi shu paytgacha O'zbekistondagi ko'pgina yirik loyihalarda ishtirok etgan. Ulardan Nest One, Pyramid Tower, Mimar korxonalarining yirik loyihalarida o'z hissasini qo'shgan. Murod aka, oxirgi savolim Bigan kompaniyasini ishlash tartibi haqida ma'lumot bersangiz. Bigan kompaniyasini ishlash tartibi oson. Ya'ni mijoz o'ziga kerakli bo'lgan mahsulot ro'yxatini bizga beradi. Biz uni shartnoma asosida mijozga ishonchli tarzda yetkazib beramiz. Murod aka, bugungi qisqa intervyu va ma'lumotlar uchun rahmat. Sog' bo'ling.